Qoraqalpog'iston kelajagi qanday bo'ladi? Siyosat, iqtisod va madaniyat yo'lida umidli qarashlar. Siyosiy kelajak, ishonch va barqarorlik sari yo'l. Qoraqalpog'iston O'zbekiston tarkibidagi muxtor respublika sifatida o'z tarixini, o'zligin va xalqining qadriyatlarini asrab kelmoqda. Kelajakda bu hududning siyosiy barqarorligi, dialog va ishonchga asoslangan boshqaruvga boradi. Davlat va xalq orasidagi muloqot kuchayadi. Avtonomiya, suverenitet doirasidagi huquqiy imkoniyatlar yanada aniq va adolatli qo'llaniladi. Mahalliy yoshlar siyosiy faol bo'lib, halollik va mas'uliyat bilan xizmat qiladi. Yaqin yillarda Qoraqalpog'iston ichki tinchlik, fuqarolik totuvligiga va demokratik yondashuvning namunasi bo'lishi mumkin. Xalq faqat eshitilmaydi, uning ovozi hisobga olinadi. Iqtisodiy kelajak, o'sish imkon va baraka sari batafsil tahlillar. Qoraqalpog'iston bu faqat sahro va orol qurgani bilan tanilgan yer emas. Bu hudud o'z ichida katta iqtisodiy salohiyat, boy tabiiy resurslar va mehnatkash xalqni yashirib turibdi. Shu salohiyat to'g'ri yo'naltirilsa, Qoraqalpog'iston yaqin 10-20 yilda O'zbekistonning eng barqaror va yetakchi iqtisodiy hududlaridan biri bo'lishi mumkin. Tabiiy resurslar boylikka kalit. Qoraqalpog'iston yer osti va usti boyliklariga to'la tabiiy gaz, Muborak Bo'zato, Qorao'zak yaqinidagi konlar O'zbekiston energetika siyosatida muhim o'rin tutadi. Agar bu konlar zamonaviy texnologiyalar bilan qayta ishlansa, ish o'rinlari ochiladi va ichki energiya xavfsizligi mustahkamlanadi. Tuz sanoati, Orol bo'yi tuz konlari nafaqat O'zbekistonni, balki qo'shni davlatlarni ham ta'minlashi mumkin. Tuz mahsulotlarini eksportga yo'naltirish orqali hudud iqtisodiy daromad oladi. Baliqchilik, Orol dengizining tiklanayotgan qismi, Amudaryo havzasi, sun'iy ko'llar baliqchilik uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Bu esa ekologik tiklanish bilan barobar yangi iqtisodiy sektorni ochadi. Qishloq xo'jaligi, sho'r va qurg'oqchilik yerlar ekologik toza dehqonchilik uchun moslashtirilmoqda. Qoraqalpoq xalqi azaldan yer bilan do'st. Bu soha endi texnologiya bilan kuchaytirilmoqda. Kelajak tarmoqlari, zamonaviy iqtisodiyot sari qadam. Ekoturizm. Mo'ynoq shahri qurigan orolning fojiali guvohi, lekin hozir u butun dunyodan ekologlarni, tarixchilarni va sayyohlarni jalb qilmoqda. Orol bo'yi afsonasi, Yo'qolgan dengiz nomli ekoturistik marshrutlar, mahalliy qo'llanmalar, muzeylar va eko yotoqxonalarning ochilishi bu hududning xalqaro darajadagi turizm markaziga aylantiradi. Bu esa mahalliy iqtisodiyotiga pul kirishini xizmatlaydi. Sektorning o'sishini va ayollar, yoshlar bandligini oshiradi. Texnologik markazlar va raqamli iqtisodiyot Nukusda IT markazlar, onlayn ta'lim platformalari, masofaviy xizmatlar bo'yicha zamonaviy ofislar ochilishi mumkin. Yoshlar ingliz tili va dasturlashni o'rganib, eksportga yo'naltirilgan raqamli xizmatlarni yaratishlari mumkin. Bu insonni miyaning chetga ketishi emas, balki o'z yerida xalqaro ish qilish modelidir. Innovatsion fermerchilik va yeshil texnologiyalar, sho'rlashgan chidamli urug'lar, suv tejovchi tomchilatuv sug'orish, quyosh energiyasi bilan ishlovchi quduqlar, bularning barchasi kelajakdagi aqlli qishloq xo'jaligini yaratadi. Mahalliy tadbirkorlar uchun subsidiyalar, xalqaro grantlar bu islohotlarni qo'llab-quvvatlaydi. Nukus bugun Orol bo'yi
mintaqaning ma'muriy markazi bo'lsa, ertaga ilm markazi bo'ladi. Universitetlar, ilmiy institutlar ekologiya va suv siyosatini o'rgatadi. Madaniyat markazi bo'ladi. Qoraqalpoq tili va san'ati butun dunyoga taniladi. Sanoat markazi bo'ladi. Qayta ishlash, qurilish materiallari, logistika bazalari bu yerdan boshqariladi. Nukusda sanoat zonasi, IT texnopark, xalqaro aeroport va zamonaviy logistika tarmog'i yaratish rejalari mavjud. Bu amalga oshsa, butun respublika iqtisodiyoti yuksaladi. Investitsiya va xalqaro yordam, barakali sheriklik. O'zbekiston hukumati tomonidan ajratilayotgan infratuzilma mablag'lari, yo'llar, elektr tarmog'i, suv tizimlari mintaqani rivojlantirishga xizmat qilmoqda. BMT, Yevropa Ittifoqi, Jahon banki va GIF kabi tashkilotlar ekologik va ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirmoqda. Kelajakda bu hudud investitsiya, xavfsizligi va barqarorlik nuqtasi sifatida dunyo sarmoyalari uchun jozibador bo'lib qoladi. Madaniy kelajak o'zligini anglash va dunyoga tanitish. Qoraqalpoq xalqi chuqur madaniyat, qadimiy dostonlar va o'ziga xos san'atga ega. Kelajakda Qoraqalpoq tili, adabiyoti, musiqasi va qadriyatlari yangi avlodlar orqali davom etadi. YouTube, TikTok, kino, podkastlar orqali Qoraqalpoq yoshlari o'z madaniyatini dunyoga ko'rsatadi. Davlat bu madaniyatni saqlash uchun ko'proq grantlar, ta'lim dasturlari, muzeylar yaratadi. Bu hudud bir xalq, bir yurak tamoyili bilan O'zbekiston boyligini to'ldiradi. Qoraqalpoq yoshlari ingliz, o'zbek va qoraqalpoq tillarida bemalol ijod qiladi. Madaniy ko'prik bo'ladi. Xulosa, Qoraqalpog'iston kelajagi xavotir emas, umid manbai. Qoraqalpog'iston haqida gap ketganda ba'zan noto'g'ri stereotiplar, sun'iy ajralishlar yoki tashqi kuchlar tomonidan ilgari surilgan xavotirli ssenariyalar esga olinadi. Ammo asl haqiqat shundaki, bu hudud bugungi O'zbekistonning eng qadimiy chuqur ildizlariga ega va eng katta imkoniyatlar yotgan mintaqalaridan biridir. Qoraqalpog'iston kelajagi haqida gapirganda biz tashvishga tushishimiz emas, aksincha orzu qilish, ishonish va harakat qilish haqida o'ylashimiz kerak. Bu yerda xalq o'z tarixiga, tiliga, yeriga sodiq, ajdodlar merosini asrab kelmoqda. Yoshlar ongli, bilimli va orzuli. Ular faqat qolmaydi, balki orzu qiladi, o'rganadi va yaratadi. Resurslar, tabiat, odamlar qo'li bularning barchasi rivojlanish uchun tabiiy zamin va tayanch. Qoraqalpog'iston kelajagi bu nafaqat iqtisodiy raqamlar yoki siyosiy qarorlar, balki inson salohiyati, madaniy uyg'onish va ruhiy mustahkamlik masalasidir. Yaqin kelajakda bu hudud ekoturizm markaziga aylanadi. Orol bo'yi atrofidagi tabiat, tarix, ekologik uyg'onish orqali butun dunyo bu yerga qaraydi. Fermerchilik va qishloq xo'jaligi zamonaviylashadi. Suv tejovchi texnologiyalar, organik dehqonchilik va yeshil energiya orqali ekologik baraka paydo bo'ladi. Madaniy tiklanish markaziga aylanishi mumkin. Qoraqalpoq adabiyoti, musiqasi, dostonlari va san'ati nafaqat saqlanadi, balki dunyoga taniladi. Qoraqalpog'iston xalqi faqat yashamaydi, ilhom beradi, faqat chidamaydi, yaratadi, faqat o'tmishni eslamaydi, kelajakni quradi. Shu sababli bu hudud uchun haqiqiy yo'l ajralish emas, birlashish orqali o'sishdir. Ajralish zaiflikni tan olishdir. Birlashish ongli tanlov,
o'zaro hurmat va kelajak sari qadamdir. Barcha yurtdoshlarimiz xoh Toshkentda, xoh Nukusda bo'lsin, bir daraxtning turli shoxlari, bir daryoning oqimlari. Ular birlashsa, orol yana tiklanadi. Yuraklar yana umid bilan to'ladi. Qoraqalpog'iston kelajagi haqida gapirilganda, biz faqat bir viloyat emas, balki bir millatning yelkasidagi ruhiy yukini ko'ramiz va bu yukni ko'tarish uchun biz birgamiz. Shu bois haqiqat shundaki, Qoraqalpog'iston ajralmas, qadrlanishi kerak bo'lgan bebaho xazina. Uni unutmaslik, himoya qilish va rivojlantirish barchamizning vijdoniy burchimizdir.